yoki umuman yuvilmagan bo'ladi. Sizlarda ham hech shunaqa bo'ladimi? Shundoq turib ertalab hamma makiyajlaringlarni qilib, yig'ishtirib, tayyorgarlik ko'rib, nima kiyishni asosan o'ylab topib, tayyor bo'lgan paytinglar uyg'onib ketasizlarmi? Ya'ni shuncha ish boshqatdan qilish kerak-da. Eng glavniysi u tushinglarda kiygan kiyiminglar tanlab yo kir mashinada bo'ladi, yo dazmollanmagan bo'ladi, yoki umuman yuvilmagan bo'ladi. Masalan, tayyor ideya mana tushimda nima kiyganim bildim-ku, hozir turib kiyaman deya olmaysiz. Shunaqa bo'ldi-da bugun. Neyrografiya bilan shug'ullanyapman.